Ismingiz Po'lat Alemdar. Zulmat hech qachon o'z-o'zidan yo'q bo'lmaydi. Uni yo'q qiladigan bu jasur insonlarning nuridir. Qashqirlar makoni kaos, soyalarning urushi boshlanmoqda. Kaosning yagona maqsadi bor, dunyoni qayta shakllantirish. Ammo ular unutgan bir narsa bor. Har qanday reja bir kun kelib egasiga qaytadi. Hech qanday sir abadiy saqlanib qolmaydi. Bu oddiy urush emas, bu shatranj. Lekin bu safar shoh e'lon qilinadigan tomoni biz bo'lmaymiz. Qashqirlar maydonga tushmoqda.